Dunyoning eng kuchli smartfonlar reytingi yangilandi. Apple va Samsung doimgidek top 10 ga ham kira olmagan. Keling 5-o'rindan boshlaymiz. 5-o'rinda Oppo Find X9 Ultra smartfoni Opponing eng oxirgi chiqargan flagman smartfonlaridan biri. 4-o'rinda esa Realme GT8 Pro smartfoni Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori bilan ushbu smartfonimiz 4-o'rinni band qilgan. 3-o'rinda esa gamerlarning haqiqiy orzusi Red Magic 11 Pro Plus egallagan. Bu telefonga ortiqcha ta'rif shart emas. Ikkinchi va birinchi o'rinlarni bir brendning ikki smartfoni egallagan. Ikkinchi o'rin iQOO 15 smartfoni Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori 4.102.000 ball bilan ikkinchi o'rinni band qilgan. Birinchi o'rinda esa ushbu brendning 15 Ultra smartfoni Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori joylangan. Ushbu smartfon 4.126.000 ball to'plab Antutu reytingida birinchi o'rinni egallab turmoqda. Xo'sh, ushbu ro'yxatdagi smartfonlarning qaysi birini siz ishlatgan bo'lar edingiz? Izohlarda javobingizni yozib qoldiring. To'liq reytingni esa opisaniyada yozib qoldiraman.